xayrli kun kunlar yashab ishlayotgan qizlar. Bizda shunaqa oftobat, bahor. Oftobda ko'zini ocha olmayapti даже. Hozir bolajonlarni kiyintirib biz amakisiga ketyapmiz. Alsimizdagi bolalar bilan o'ynashga. Ertadan Ersojon va Svet bilan chiqdilar. Astorxon bez velosiped. Biz magazinga kirdik. 15 minutda yetib boramiz. Uyimizga unchalik uzoqda emas ilgari. Bugun Bahornoyda uyda zerikib qolishmasin deb biz mehmondorchilik qilyapmiz. Mana biz hozir yetib keldik. Munojatxon shunaqa bog'lajoni pomidorlardan salata qilibdilar. Biz o'tirganida qizil qildilar. Kechamiz Avsining bilan birgalikdan birga o'tirib suhbatlashib, bolajonlar уже erta o'ynashni boshladi. O'smaslar ko'rsatmayapti. O'yinchoqlarda joyib, masorchik ham apalariga qo'shilib o'ynab yotibdi. Bir-birini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdi bolajonlar. Ular u yerda o'ynasa, biz bu yerda kofe ichib Avsining bilan o'tiramiz. Такомда кеч qilib mana biz mehmondorchilikdan chiqdik. Dver открой, пожалуйста. Детскимga kiryapmiz o'zi. Спасибо, дорогая. Bitta bolalarga narsa olishim kerak edi, hozir ko'ramiz. Kerak narsalarimizni olib, dальше uyga qarab ketamiz. Смотри, такая красивая.